Assalomu alaykum. Mana bugun biz Toshkent tibbiyot texnikumini bitiruvchilarimiz, ilk qaldirg'ochlarimiz bizga nimaki o'rgatishganmiz, ustozlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shunchalik ishonchligi bo'lgani uchun biz mana qizil diplom olgunimizcha ham o'sha ishlarga joylashib, o'sha ishlayapmiz. Toshkent tibbiyot texnikumiga kattakon rahmat. Men Jabborova Lazokat, 101-guruh o'quvchisiman. Bugun tadbirimizni uyushtirib bergan Rustam Nishonovichga, Saodat Ahmadovnaga, Qobiljonovichga kattakon rahmat aytaman. Xudo xolisa ularning yuzlarini yerga qaratmaymiz degan umiddamiz. Kelajakda yana ham ko'p yutuqlarga erishamiz degan niyatdaman. Alohida yana oila a'zolarimga, qaynonamgalarga kattakon rahmat deyman. Menga shunaqa sharoitlar yaratib berishgani uchun ulardan minnatdorman. Hozir o'qiyotgan o'quvchilarimizga, hamkasblarimizga, bo'lajak hamkasblarimizga tilaklarim hamisha izlanishdan to'xtab qolmanglar. Olg'a va olg'a qadam bosishni tilab qolaman.